oylik muddatga qarayapmiz. Hozir mana shu mas'ul tashkilotlarga vohadoshlarning savollari bo'lsa ham yo'llashlari mumkin. Bitta narsa borki, bu inson bu yerda salomatligi ketyapti birinchi o'rinda. Chunki bu insonning kelajagi, uning hayoti haqida ketyapti. Demak, bunga befarq bo'lmaslik kerak birinchi navbatda. Mana lavhadan kuzatyapmiz, bitta narsaga amin bo'lyapmanki, bu yerda iste'molchi ham, keyin sotuvchi ham iste'molchilik to'g'risidagi qonun bor-da. Shu qonunni yaxshi bilsa, demak jazolanish, unga jarima berilishi, demak ogohlantirish, bular haqida xabardor bo'lish kerak deb o'ylayman birinchi o'rinda. Va eng ahamiyatlisi, mana men do'konlarga bir kirganimda shu narsaga men amin bo'lamanki, muddati o'tib ketgan, lekin iste'molchi qayerga murojaat qilishni bilmaydi masalan. Kimga murojaat qilishdi? Shunga men taklif sifatida aytgan bo'lardim. Mana shu ishonch telefonlarini shu do'konlarda masalan qo'yib, peshtaqalardami shu raqamlarni qo'yib qo'ysa, demak shunga murojaat qilish kerak degan. Endi meni savolim shundaki, men o'zim ham shu narsaga uchragan, dorixonaga borganimda muddati bor, lekin uni soxtalashtirgan. Men shunday bir qaraganman, soxtalashtirish holatlari bo'lgan. Endi men aytmoqchimanki, qanaqa qilib iste'molchi uni soxtaligini, muddatlar qo'yilgan, qana bilsa bo'ladi, uni shtrix kodlarimi, shular haqida ham bir ma'lumot berib o'tsangiz. Bu yerda shtrix kodlari bor. Shtrix kodlarni bemalol telefoningizga ham yuklab olib kirishingiz mumkin. Agar u bir-biriga to'g'ri